Petrus yazgan birinci xat. Birinci bab. İsa Mesih'nin elçisi boğan, menki Petrus'tın, Pontus, Galatiya, Kapadokiya, Asya ve Bitiniye ülkede yaşavatkan, hem de bu dünyaya musafir boğan, Xudanın tanıgan bendilerine salam. Xuda atımız özünün oldun orunlaştırışı boyunca sizlerni tanıdı. Mukaddes ruh sizlerni pak kıldı. Bunundan maksat sizlerning İsa Mesih'e itaat kılıp, onun kurbanlık kini bilen günahlarınlardan yuyuluşunlar üçündür. Xudo sizlerge hassilab mehr shafqat ve amanlık ata qilg'ay. Rabbimiz İsa Mesih'ning otisi bo'lgan Xudoga madhiylar o'qilg'ay. U bizga cheksiz rahimdillik ko'rsatib, İsa Mesih'ning o'limdan tirilishi orqali bizni yangidan tug'ildirib, o'chmas bir umidga ega qildi. Uning farzandlari bo'lgan bizlar uchun erishte tügümez, çirmez, solmaz miras saqlanmaqda. Xudo oldin tayyorlab qo'ygan bu üzül kesil qutquzishni oxir zamonda oshkor qilgucha o'zining qudrati bilan sizlarni e'tiqodinglar orqali qo'g'daydi. Shuning uchun hozir sizlarning har xil sinoqlar tufaylidan vaqtliq azob oqibat totib hasrat chekishinglarga to'g'ri kelsimu, shod xuramliqqa cho'minglar. Bundaq azob oqibat chekishinglarning sababi e'tiqodinglarning soplig'ini isbotlashdir. Haqiqiy sop e'tiqod bo'lsa, oltindinmi qimmatlikdir. Gerçi oltinning soplig'ini o't tavlash orqali isbotg'ili bo'lsa-mu, u biz uchun baribir мәңгілік болалмайды. Etiqadыңlar sap болса, İsa Mesih qaytı kelgan chaqda bu etiqad sizlarga madhiya, shon sharaf va hurmat elib keladi. Sizlar burun İsa Mesihni ko'rib boqmagan bo'lsanglarmi, uni suyib keldinglar. Hozir uni ko'rmagan taqdirdimi, uningga yanila ishinisizlar. Shunga qalbinglar til bilan ifodalab belgili bo'lmaydigan cheksiz shod xuramliqqa cho'mdi. Chunki sizlar hozir e'tiqodinglarning nishoni bo'lgan qutqizilishdan bahramon bo'lyapsizlar. Bu qutqizilish to'g'risida ilgariki payg'ambarlar tafsili izlangan, uni tushunishga tirishgan hamda sizlarga ato qilingan bu mehr shafqat to'g'risida oldin aytgan edi. İsa Mesih'ning ruhi ularning qalbida bo'lib, bu ruh ularga Xudo avatmoqchi bo'lgan qutqizg'uchi chekadigan azob oqibatlar va uning bu azob oqibatlarni chekkandan keyin erishadigan shon sharifi to'g'risida oldin ola ma'lumot bergan. Ular bu ishlarni qachon va qandoq yuz berdiganligi ustida izlangan. Xudo bu payg'ambarlarga ularning bu ishlarni oldin aytishining o'zlari uchun emas, balki sizlar uchun ekanligini bildirdi. Bugungi kunda xushxabarni yetkazuvchilar arshdan avatilgan muqaddas ruhning kuchi bilan bu ishlarni sizlarga yetkazdi. Hatto farishtalarmi bu ishlarning amalga oshirilganligini ko'rishga talpinadi. Şuna, aql hoşunlarını yığıb, özünlarını sagak tutunlar. Ümidinlarını İsa Mesih qaytı kelgan kunida sizlarga elib keladigan baxt saodatga butunlay bog'langlar. Xudoning itoatman farzandlaridan bo'linglar. İsa Mesihni tonumgan chog'laringlardagidek bo'lmug'ur havaslarga berilmanglar. Aksicha, hamma ishlaringlarda pak bo'linglar. Chunki sizlarni chaqirgan Xudo pakdir. Xudo muqaddas yozmalarda pak bo'linglar. Chunki men
paktırmen, degen. Sizler kişilerinin iş hareketiga qarab, odillik bilan so'roq qildigan Xudoni ata degan ekansizlar. Undaqda bu dunyoda musofir bo'lib yashayotgan vaqtinglarni Xudoni cho'nqur hurmatlash bilan o'tkazinglar. Chunki sizlarga ma'lumki, sizlar ajdodlaringlardan qolgan ahamiyatsiz turmush yo'lining qullig'idan ozod bo'ldinglar. Bu qimmatini hamon yo'qotadigan oltin yoki kumushdek narsalar bilan emas, balki Xudo avatgan kam kutsiz qo'zining, ya'ni Ayso Masihning qimmatli qinining badliga keldi. Ayso Masih dunyo yoritilishdan ilgirila Xudo tarafidan insonlarning qutqizuvchisi bo'lish uchun tanlangan. U mushu oxirgi vaqtlarda sizlar uchun bu dunyoga avatilib, oshkora qilindi. Sizlar Ayso Masih orqali Xudoga e'tiqod qilyapsizlar. Xudo Ayso Masihni o'limdan tirildirib, uningga shon sharaf berdi. Shuning uchun sizlarning e'tiqodinglar va umidinglar Xudoga bog'langan. Sizlar haqiqatga itoat qilganlardan qalbinglar pok qilinib, e'tiqodchilarni so'yadigan samimiy mehr muhabbatga ega bo'ldinglar. Shunga bir-biringlarni chin qalbinglardan qizg'in so'yinglar. Chunki sizlar yangi boshdan tug'ildinglar. Bu yangi hayot hamon o'lib ketadigan insonlar orqali emas, balki Xudoning so'zi, ya'ni Xudoning hayotiy kuchga ega va mangu mavjud so'zi orqali bo'ldi. Xuddi muqaddas yozmada yozilganidek, butkul inson gul giyohga o'xshaydi. Ularning shon sharifi g'azon bo'ladigan chechakka o'xshaydi. Giyohlar qurib, gullar solishib o'lidi. Biroq Rabbimizning so'zi mangu mavjud bo'ladi. Biz sizlarga yetkazgan xush xabar dal Rabbimizning so'zidir.